Assalomu alaykum Master Kirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdural, sizlar Master Kirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar azizlar. Va nihoyat mana karotimiz tayyor bo'ldi. Dastavka qilishdan oldin bitta navor qilaylik dedim. Mana bular polni iranskiy bo'lgan dizaynlarni yopishtirdik, qistirdik, samar izladik, svarka qildik. Bular Shurshava listdan bo'lgan polni dizayn shu narsani zakaz qilganda shu narsani tayyorlab berdik. Karotdagi polni xod reka urilgan taxtalar qurib maqsad qiyshayib ochilib qolmasligi uchun ikki sloy shilpoqcha bo'lgan bu. Ustida ikki sloy lak bo'lgan oyoqda tirnamaslik uchun. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda karot kerak bo'lsa, ekranga albatta rasmlarni qo'yib o'taman. Kimgaki mana shunday dizaynda karotmi, kachilami, uylarda oladigan navesmi, biz va siz ko'rmagan dizaynda nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandagi nomerga murojaat qilasizlar. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha. Ya, assalomu alaykum Master Kirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdural, sizlar Master Kirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Buni временный qilib qo'yibmiz. Xohlasa promoy uchuvchi qo'yib ulab olishi mumkin. Xohlasa rozetka ulaymizki, ichi polniy xod elektrichество tok paydo bo'ladi. Mana bu eshigi aziz aka-ukalar. Eshik prostoy eshik emas. Bu alyumin, toza alyumin eshik bo'lgan. Birta, ikkita, uchta, to'rtta oshiq moshig'i bor. Pat zakaz tayyor bo'lgan. Chunki talabga javob berish uchun. Shu qulay ko'rindi o'zimizga. Mana bu oynasi. Mana bu sovun qo'yadimi, boshqa narsa. Mana suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv hammasi 100% bor. Mana trezasi bor. Ochib qo'yasiz. Ventilyatsiya. Mana Thermex bor. Tak, suvni o'chirib bitta sistema. Tak, suvlar qoidaviy bor. Xohlasangiz magazin qilib tayyorlashingiz mumkin. Bochka bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerga shlangni olib kelasiz. Keling operator, sal yaqinroq. Mana bu yerda shlangni urasiz aziz aka-ukalar. Suv to'ladi, polni to'ladi. Tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Abdulla usta profilni vard qilyapti. Bu profil emas, bu profiljon, bu profiljon. Profil bilan profiljonda orasida nima farq bor? Profil bilan profiljonda orasida sizga ko'rsatib beramiz. Aha. Bu profil. Aha. Bu profiljon. Aha. Ekran masofasini ko'rasizmi, raznicasini? Mana u nimaga bu qalin bu? Bu profiljonda bu. Mana bu balarkan diski. Mana bu profilmi? Bu musor-ku ey. Ishlatay, profiljonda ishlatay. Nima qilasan buni? Dalshi chiq, qo'y mana uni. Profiljon. Endi bildim profil bilan profiljonda orasida nima farqi borligini. Profilni ko'rdilaringiz, farqiyatini. Videoni olishdan maqsad ba'zi bir insonlar uchun, hamma uchun emas, ba'zi bir insonlar uchun. Chunki bizning mahsulotlarimiz qimmat bo'ladi aziz aka-ukalar. Ko'p gap eshakka yo'q. Mana videoni kuzatishda davom eting aziz aka-ukalar. Hozir dushimiz tayyor bo'lish jarayonini ko'rsatamiz. Mana aziz aka-ukalar va nihoyat Pinaplex polni xod urib bo'ldik mana. Pinaplex tagiga urilgan polni, yana endi pollarni qotiryapti. İçine abrishotkalari bo'ldi, polni xod, mana utilitillar bo'ldi. Tak, videoni kuzatishda davom eting. Hozir plastiklarda polni xod urganimizdan keyin biron joyda teshik, shel, vozdux daji o'tishi noma'lum. Hamma joy plotna bo'ldi inshaalloh. Mana trezalar ham polni xod uголокka olingan. Ochilishi, yopilishi chotki. Aziz aka-ukalar, mana bu temirda svarka qildik. Thermex turadi bu yerga. Garantiya bu osilsa ham, odam osilsa ham Thermexda o'zini og'iri bo'lsa ham tushib ketmaydi. Ham polni xod qotiriladi mana bu umumanlik. Profil baquvvat bo'lgan. Mana eshiklarimiz baquvvat bo'lgan. Mana ehtiyot qilish degan narsa yo'q. Bunday ehtiyot qilib olsa, bunday sinib ketmasin, unday narsa yo'q. Bunday olasiz, tamom. Ham urasiz mana. Qo'rqmaysiz, hamma narsa chunki baquvvat talabga javob beradi. Profillarimizda albatta video boshida ko'rib o'tdilaringiz. Mana aziz aka-ukalar va nihoyat karkas bitta kirishasini ham urib bo'ldi. Tak, mana kirisha. Tak, assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Tak, buni ustiga bochka turadi ekan, suv turadi ekan. Tashqi tomoni ham bo'ldi. Utilitel urush jarayoni bo'lyapti, hozir utilitel bo'lyapti. Uголок svarka bo'lgan, bu baquvvat tushib ketmaydi maqsad. Plastikka qotirish opasni tushib ketishi mumkin o'ynacha. Tak, bu yerga polni xod urilgan, nimasi urilgan. Orqaga profil urilgan, xuddi videoda ko'rsatganimizda. Bu yerga
Termex uriladi, baquvvat ko'taradi. Bu joyga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana eshik. Bu yer polni karkaslari baquvvat temirdan bo'lgan. Video boshida hammasini ko'rib o'tdingiz deb o'ylayman. Utilitel qanday bo'lgan, profillarimiz qanday baquvvat profillar bo'lgan. Bu yerga professionallar urush jarayonlarini hammasini o'zlaringiz ko'rdilaringiz, guvohi bo'ldilaringiz. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qiling.